Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan top 2 ta yangi ochilgan Telegram mining loyihalari haqida gaplashib o'tamiz. Demak, sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana bizning bugungi video obzorimizdagi birinchi Telegram mining botimizning nomi Aiton Mining deb nomlanadi. Bu bot ochilganiga uncha ko'p bo'lmadi. 2-3 kun oldin bu proyektga start berildi. Demak, botga kirib start tugmasini bossak bizga xuddi shunaqa soобщение jo'natadi. Open Aiton Mining tugmasini bosib biz mini app ochib olishimiz kerak. Demak, bu bot orqali biz kuniga 10% daromad olib borishimiz mumkin. Buning uchun sarmoya kiritishimiz kerak. Minimal sarmoya 0.2 tondan boshlanadi. Sizlarga bu videoda sarmoya kiritib ham ko'rsatib beraman. Demak, pastroqqa tushsanglar ko'rib turganingizdek top 10 miners deb qo'ygan, ya'ni hozirda eng ko'p foyda olayotgan odamlarni ko'rib borishinglar mumkin. Demak, birinchi o'rinda ham, ikkinchi o'rinda ham ko'rib turganingizdek o'zbeklar, ya'ni bular kuniga ko'rib turganingizdek 6 ton, 5 ton, 4 ton ko'rib turganingizdek polni hozirda bu proyektda o'zbeklar pulli ishlab kelyapti. 4-o'ringacha eng ko'p mining qilayotganlar o'zbeklar hisoblanar ekan. Demak, buning uchun bular yaxshigina sarmoya kiritishgan va kunlik $6 dan pulli ishlab borishyapti. Proyekt interfeysi вообще oson. Hozir sizlarga polni ma'lumot berib o'taman. Demak, birinchi qatorda yozib qo'ygan rate 10% daily deb qo'ygan, ya'ni kunlik 10% daromad olib borishimiz mumkin. Terim deb qo'ygan, ya'ni avtomatik mining qilib pul ishlashinglar mumkin. Xohlasanglar bu yoqdan russkiy qilib ham o'qib chiqsanglar bo'ladi, bizda inglizcha turaveradi. Demak, pastda bizga ko'rsatib o'tgandek statistikalarni ko'rib borishimiz mumkin. Hozirda eng ko'p pul ishlab kelayotgan odamlarni, demak, pastdagi bo'limlarni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi bo'limi bizda task bo'limi. Bu bo'lim orqali biz kunlik topshiriqlar bajarib, yana qo'shimcha daromad ishlashimiz mumkin. Buning uchun claim tugmasini ustiga bir marta bosamiz, bu daily check bo'ladi, ya'ni har kuni bir marta kirib aktiv bo'lganingiz uchun mana shunaqa bonus olishinglar mumkin. Uning uchun hozir reklamani tez-tez ko'rib olamiz. Mana reklamani ko'rib oldik. X tugmasini bosamiz, yana bir marta X tugmasini bossak, bo'ldi, uje bizga kunlik daromad oldi, balansimizga ham o'tkazib berdi. Bu yerda yana qolgan topshiriqlari ham bor, bemalol o'qib chiqishinglar mumkin. Bu yerdan mana ko'rib turganingizdek, har xil kanallarga obuna bo'lib qo'yib, yana sizlar qo'shimcha ton kriptovalyutasini ishlab olishinglar mumkin. Keyin bemalol buni reinvest qilib sarmoya kiritib qo'ysanglar bo'ladi. Demak, bizda 3-bo'limi friends bo'limi. Bu bo'lim orqali sizlar bu botga do'stinglarni chaqirib yana pul daromad olishinglar mumkin. 3 urvinli hamkorlik dasturi bor ekan. 12 va 1% tashkil qiladi. Silkamizni mana bu yerdan kopirovat ikonkasini ustiga bir marta bosib kopirovat qilib olishimiz mumkin. Demak, bizda oxirgi bo'limi withdraw bo'limi. Bu bo'lim orqali biz balansimizdagi pullarni yetsak bo'ladi. Minimal pul yechish 0.2 tondan boshlanar ekan. Demak, pul yechish uchun birinchi qatorga ton adresinglarni yozib qoldirasizlar, ikkinchi qatordan tag memoni yozib qoldirasizlar. Agar Binance'larga pul yechmoqchi bo'lsanglar, tag memo bo'ladi. Tag Kiprga pul yechmoqchi bo'lsanglar, tag memo kerak emas, shunday yechaverasizlar. Minimal pul yechib aytib o'tganimdek 0.2 tondan boshlanadi. Uchinchi qatordan summani yozib, pastdan ko'k tugmani minimum 0.20 ton ustiga bir marta bossanglar bo'ldi. Sizlar yechgan pullar momentanla kelib tushadi. Ya'ni bu bot hozirda 1-2 daqiqaning ichida Kiprga pullarni to'lab beryapti. Bemalol kirib ishlashinglar mumkin. Aytib o'tganimdek loyiha yangi. Bunaqa loyihalarga yangi ochilganda kirib pul ishlab olishimiz kerak. Agar sizlar hozir videoni 15-20 kun chiqqandan keyin ko'rayotgan bo'lsanglar, sarmoya kiritib pul ishlashni boshlashinglarni tavsiya etmayman. Faqat mana yangi chiqqanda ko'rayotgan bo'lsanglar, sirazi kirib bemalol pul ishlashni boshlashinglar mumkin. Loyiha yopilguncha yaxshigina foydaga chiqib olasizlar. Demak, pul yechish ham ko'rsatib o'tdim, mining bo'limiga o'tib hozir sarmoya kiritish ko'rsatib o'taman. Buning uchun mana speed up tugmasini ustiga bir marta bossak, bizga xuddi shunday qo'yni ochiladi. Xohlasanglar balansdagi pullar qaytadan miningga reinvest qilib qo'yishinglar mumkin. Buning uchun 0.10 tondan minimum kiritib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda deposit history is empty tugmasini bosib istoriyalarni ko'rib borishinglar mumkin. Minimalniy sarmoya kiritish Kipr yoki boshqa birjalardan 0.2 tonni tashkil qiladi. Kelinglar sizlarga 1 ton sarmoya kiritib ko'rsatib beraman. Buning uchun mana summani birinchi qatorga yozamiz va bu yerdan pay in your wallet tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Bizga hozir xuddi shunday qo'yni ochiladi. Zapustit tugmasini bosamiz. Hozir bizga botga start ketadi. Bu yerdan mana ton open network orqali sarmoya kiritishimiz mumkin. Uploaded 1 ton tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Подключить кошелек tugmasini bosib, biz hozir Kiprimizni ulab olamiz. Demak, bu yerdan подключить кошелек tugmasini bosamiz va ko'rib turganingizdek bizning koshlogimiz ulandi. Endi bemalol ulab qo'ygan koshlogimiz orqali biz sarmoya kiritishimiz mumkin. Buning uchun mana uploaded tugmasini ustiga bir marta bosamiz, yana koshlog ustiga bir marta bosib olsak, mana open wallet tugmasini bosib, biz bemalol Kipr orqali sarmoya kiritishimiz mumkin. Men hozir bu joylarini sal xira qilib o'tkazib yuboraman. Mana bo'ldi, bizga готов degan yozuv chiqardi. Endi biz yana Telegram botga qaytib o'tib olamiz. Demak, tranzaksiya va обработка degan yozuv chiqardi. Pastdan обратно в magazin tugmasini ustiga bir marta bosamiz, uje bizga kelgan bo'lish kerak. Boshqatdan запустить tugmasini ustiga bir marta bosib olamiz. Ko'rib turganingizdek, bizning pullarimiz hali kelib tushmadi. Videoni pauzaga qo'yib, pullar kelib tushgandan keyin videoni davom ettiramiz.
Mana уже biza kiritgan sarmoya ko'rib turganingizdek balansimizga kelib tushdi. Bizning kunlik daromadimiz 0.10 ni tashkil qildi. Bu yerdan speed up tugmasini bosib pastroqqa tushib ham ko'rishingiz mumkin. Bir ton sarmoya kiritganimiz sanalargacha yozib qo'ygan. Uje resayvat holatida, ya'ni yashil turib bizning pullarimiz botga kelib tushdi degan ma'noni bildiradi. Demak, ko'rib turganingizdek endi biza 1 ton kiritib qo'ydik. Endi kuniga 10% dan daromad olib borishimiz mumkin. Bu yerda mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin per day deb qo'ygan. Ya'ni bu degani kuniga biza shuncha daromad olamiz degani. Hozirda 1 ton 2 dollar 20 sent bo'layotgan bo'lsa, hozir biza kuniga 22 sentdan bu bot orqali mining qilib avtomatik pul ishlab borishimiz mumkin. Endi sizlarga xuddi shunaqa ikkinchi loyihani ko'rsatib o'taman. Mana bizning ikkinchi loyihamiz bu iVex deb nomlanadi. Botga kirib start tugmasini bosib, bizga mini appga o'tishimizni so'raydi. Открыть предложение tugmasini bosib, biz mini appga o'tib olishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu ham xuddi shunaqa avtomatik mining qilib pul ishlab borsak bo'ladi. Faqat bu botda biz tonda emas, dollarda bemalol ishlashimiz mumkin. Bu yerda mana dohod в час, dohod в день deb qo'ygan. Bunda ham agar sizlar dohodinglarni oshirmoqchi bo'lsanglar, sarmoya kiritib qo'yib bemalol oshirishingiz mumkin. Bu yerda har xil bonuslar bor, bemalol kirib tanishib chiqishingiz mumkin. Konkurs ham ketyapti, ya'ni hozirda Halloween bayrami uchun konkurs ketayotgan ekan. Bu yerda mana 10 dollar qanaqa qilib olsanglar bo'ladi. Bu 10 dollarni sirazi sizlar yechib olsanglar bo'lmaydi. Просто mining skorsilarga plus 10 dollar qo'shishingiz mumkin. Mana bu yerda yozib qo'ygan получите вознаграждение 10 долларов va iVex coins za подписку на Telegram kanal deb qo'ygan. Подписаться tugmasini bosamiz, Telegram kanaliga подписка tashlab qo'yamiz va botga qaytib проверяем degan yozuv chiqdi. Bu yerda ko'rib turganingizdek bizning skorsimiz yana oshdi. Videoni orqaga qaytarib bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Bu yerda mana har bitta chaqirgan do'stimiz uchun ham 10 dollarlik skors bizani asosiy balansimizga qo'shib beradi. Bu yerda получить tugmasi turibdi. Получить tugmasini bosib, biz yana 30 ta iVex tokenini bonus tariqasida olishimiz mumkin. Agar sizlar kunlik daromadinglarni oshirmoqchi bo'lsanglar, bu yerda пополнить tugmasini bosib, mana birinchi qatorga summani yozasizlar. Keyin pastdan перейти к выбор valyuta tugmasini bosib, Solana BP20 va USDT ton orqali bemalol sarmoya kiritsanglar bo'ladi. Buning uchun выбрать tugmasini bosib, adres beradi. Biz mana shu bergan adresiga pullarni tashlashimiz kerak. Undan keyin вернуть в личный кабинет tugmasini bosib, uzog'i 5 daqiqaning ichida bizga kiritgan sarmoya balansimizga kelib tushadi. Xuddi shu tariqa o'zingizlarni skorsinglarni ham oshirib borishingiz mumkin. Vivesti bo'limi orqali bizga pullarimizni yetsa bo'ladi. Buning uchun ham birinchi qatorga summani yozamiz. Minimal pledge 10 dollar ekan. Summani yozganimizdan keyin перейти к metodam tugmasining ustiga bir marta bosamiz. Misol uchun mana 10 yozib turamiz. Bossak USDT ton, Tron, BP20 va Solanaga pullarni yetishimiz mumkin. Hozir sizlarga qanaqa qilib расчет qilish ham, ya'ni 10 dollar sarmoya kiritsak qancha foyda olamiz, shularni ko'rsatib beraman. Buning uchun birinchi qatorga 10 yozilgan, pastdan рассчитать доход tugmasini bossanglar, 7 kundan keyin 10 dollarliklarni почти 12 dollar qilib chiqarishingiz mumkin. 30 kundan keyin почти 11 dollar foydasi bilan chiqarsanglar bo'ladi. 20 dollar 98 sent qilib bemalol chiqarishingiz mumkin. Xuddi shu tariqa расход, ya'ni расчет qilsanglar bo'ladi, qancha kiritsanglar, qancha foyda olasizlar, shular haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Istoriya bo'limi orqali istoriyalarni ko'rib borishingiz mumkin. Partneriy bo'limi orqali bu botga do'stinglarni chaqirib yana plyus daromad olsanglar bo'ladi. II сделка bo'limi orqali bizga kiritgan sarmoyani bu iVex proyekti qanaqa qilib ko'paytirib beradi, shular haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, bizga kiritgan sarmoyadan birjalarda сделкаlar ochib, bizani daromadimizni oshirib beradi. Xuddi shu tariqa bu ikkita loyihada mining qilib pul ishlashingiz mumkin. Hozirda ikkala loyiha ham to'lov jarayonida, hozirda yangi. Bemalol kirib sizlar ham avtomatik mining qilib pul ishlab borishingiz mumkin. Demak, bu ikkala loyihalarning silkasi bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizga qanaqa qilib o'tish kerakligini skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Bemalol o'tib sizlar Telegram kanalimizdan yana yangi va boshqa loyihalardan xabardor bo'lib turishingiz mumkin. Bunaqa loyihalarni o'tkazib olmaslik uchun YouTube va Telegram kanalimizga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlavorasizlar deb umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.